Termiz shahar Yashil dunyo Tez universitetining yonida 12 qavatli uylarning birinchi qavatida umumiy maydoni 58 10 kvadratni tashkil qilgan tayyor yevro remont uyimiz sotuvda. Videomizga hozirdan bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Siz bilan birgalikda uyimizni ko'rib chiqamiz. Umumiy maydoni 58 kvadratni tashkil qilgan 2 xonalik mashinaxonali tayyor yevro remontli uyimizni sotuvga chiqarish uchun kelib turibmiz aziz obunachilar. Videomizga hozirdan bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Siz bilan birgalikda fayzli xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, hozir men kattagina koridorda turibman. O'ng qo'limizda tashqi eshik va koridordan kelishimizda kattagina mehmonxonasi. Aziz obunachilar, uy egalari dit bilan remont qilishgan ekan. Ko'rib turganingizdek, aboylar, jaluzi pardalar, lustraga alohida bitta baho berib qo'yamiz aziz obunachilar. Yaxshi remontdan chiqarilgan, eng asosiysi birinchi qavatdan bo'lyapti va Yashil dunyo bir qadam Tisu derazadan ko'rib turadi aziz obunachilar. Tezda shoshilib qolamiz. Narxini boshidan aytib o'tamiz. Narxi 435 million so'm deb baholadik. Yanada tepasida naqd pul bilan kelsangiz, kelishadigan joylari bor aziz obunachilar. Kelishimiz bilan, mehmonxonadan chiqishimiz bilan chap qo'limizda bizda spalna xonasi ham katta aziz obunachilar. Ko'rib turganingizdek, yorqin aboylar, hammasi qilingan lustratsiyaga qo'yilgan. Tezda shoshilib qolamiz. Bunaqa variantlar birinchi qavatdan kamdan kam chiqishadi aziz obunachilar. Kattagina koridor, to'g'rimizda bizda dushovoy bilan hojatxonasi birgalikda to'liq kafillangan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya asli muammo yo'q. Aytgancha bu uylarimizda tabiiy gaz bor, ko'rib turganingizdek. Tezda shoshilamiz. Narxini 435 million so'm deb baholadik. Aytgancha bu uyimizni siz naqd yoki ikkilamchi tarzda olishingiz mumkin. Qolgan batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq pastdagi ko'rsatilgan raqamlarga bog'laning.